Assalomu alaykum. Bugun 21-iyun 2025-yil sanasidamiz. Biz hozir Xalq banki Jalaquduq filiali bilan hamkorlikdagi konturga kelganmiz. Bu yerda kartoshkalar gullash jarayonida ekan. Andijon viloyati Jalaquduq tumani Madaniyat MFida 7901 konturda amalga oshirilgan konturdamiz. Bu yerga kartoshka mahsulotlari ekilgan. Maydon hajmi esa 10 gektarni tashkil qiladi. Buni uzunligi 1200, eni 800 metrni tashkil qiladi. Mana ko'rib turganingizdek, kartoshkalar gullayapti hozir. Bu yerga ekilgan kartoshka mahsulotlari har hafta sug'oriladi. Tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantirilmoqda. Ushbu loyihaga 37 nafar dehqon xo'jaligi biriktirilgan bo'lib, bu dehqon xo'jaliklarning har biriga 27 sotixdan yer maydoni to'g'ri keladi. Loyihani samarali parvarishlash uchun Madaniyat dehqon xo'jaligi ishlab chiqarish kooperativi biriktirilgan. Ushbu loyihadan gullab turgan kartoshkalardan har bir tonnasidan 18 tonnadan jami 180 tonnagacha hosil olish rejalashtirilgan. Bu kartoshkani ekib olganimizdan so'ng ikkinchi ekinlarimiz ham xudo xolisa ekishga tayyor. Kartoshkalarimiz yaxshi bo'layotganligi sababli keyingi yilga bundan-da ko'proq ekib, yana 10 gektar qo'shib hosil olish rejalashtirib ko'zda tutilmoqda.